Bismillahirrahmanirrahim. Barlıq hamd sana Canabi Allah'a bolsun. Şundaqla Peygamberimizge, ail tavabi atlarga ve onunğa taki kıyametkiç ergeçkenlerge durut salamlar bolsun. İbn Abbas radıyallahu anhuma rivayet kılıdı ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem poq yeydigan hayvanның sütünü içiştin tosqan. Alimlar bu hadisdeki çeklimini məhlukni yoki haramlıqni bildirdi dep qarab, tuxum bilan sütni göç qatarıga kirgizgen. Necis yem bilan biqilgan toxu, beliq va boshqa hayvonlarni va ularning tuxumlarini, sütlarini iste'mol qilish masalasida olimlar o'ttirisida qarash o'xshash emas. Bir qism olimlar buni hayvonning go'shi yoki süti yoki tuxumida maynatlikning asri ko'rilmasa yoki butun yemlari necis bo'lmasa, bular halal deb qaraydi. Bu Hanafi mazhab qarashi. Agar pak bilan necis yemni aralashtirib yeydigan bo'lsa, go'shida maynatlikning asri ko'rilmasa yoki bir muddat solab qo'yib pak yem bilan beqilib, maynatlikining asri qolmasa, yeyishga bo'ladi. Maliki mazhab qarashida maynat yem-xajak bilan beqilgan hayvon, uchar qushlarning go'shi halal. Şafii mazhab olimlarining ba'zilari yem-xajakning ko'p qismining maynat ekanligiga qaraymiz desa, yana ba'zilar go'shi yoki tarida maynatlikning asri ko'rilishiga qaraymiz deb qaragan. Buning asosan bundaq hayvonlarning go'shi, süti, tari va tuxumlari makruh tanzihi bo'ladi. Hanbali mazhabning yemining ko'p qismi maynat bo'lsa, bundaq hayvonning go'shi, tuxumi va süti haram bo'ladi. 3 kun solab qo'yib pak yem bilan baqsa, ondan pokiz bo'ladi. Bu ilgirki olimlarimizning yuqorqi hadisini tushunishdan kelib chiqqan ko'z qarash o'xshamasliigi bo'lib, bu yerda bir qancha nuqtani eskartib o'tish zarur. Birinchi, maynat yemning go'sh, süt va tuxumga qaysi bir shaklda bo'lmasin, cho'qim ta'siri bo'ladi. Natijada tan salomatligiga ta'sir bo'lmay qolmaydi. Bo'libmi, uzun muddat iste'mol qilgan taqdirda ma'lum kasalliklarni keltirib chiqarishi mumkin. Hormon bilan baqilgan to'qilarning ba'zi kasalliklarni keltirib chiqarganligi haqida ko'p gap so'zlar bo'lgan. Ikkinchi, poq, tezaklarni yeydigan o'chka, to'qu qatorliq hayvonlar ba'zida pak narsalarni yeb, kun ko'rib harakat qilib yurib sog'lomligi yaxshi edi. Hozir maynat yemni biqilayotgan to'qilar kun ko'rmaydi, harakat qilmaydi. Pak narsaga aralashtirib bergan taqdirdami, izchil ashundoq maynat yoki aralashmaydi. Uchinchi, to'qilarning yem-xashaklarga haq qo'shib beriladi. Buning tuxumning oq chiqishiga foydasi bo'ladi. Demak, yem-xashakning tuxumga ashundoq ta'siri bor. To'rtinchi, millatimiz umumyuzlik yemak-ichmak bo'lg'anchiq duch kelayotgan bundaq bir davrda bu turlik yemekliklarga sal qarashga bo'lmaydi. Beshinchi, bu turlik tuxum va go'shtlar aqalli taqdirda makruh yoki shubhilik doiraga kiradi. Yuqoriqilarga asosan dinni, badanni sog'lom tutish uchun bundaq go'sht, tuxum va sutlarni iste'mol qilish makruh ham ziyonli. Buning uchun har qaysi joylardagi musulmonlar jamoatchiligi halol, pak yemekliklarni hazırlab berishga ahamiyat berishi, buning uchun mablag' solishi lozim. Vallohu alam. Fatvoda Doktor Abdulaziz rahmatullah.